Bugun yaqinroq tanishamiz. Man haqimda bir-biriga umuman to'g'ri kelmaydigan faktlar. Birinchidan, tipichniy shashlik osh deydigan o'zbek bo'lishimga qaramasdan, почти 5 yil davomida vegetarian bo'lganman. Ma'lumot uchun, bu mol go'shti, tovuq go'shti, baliq, umuman go'sht yemaydigan odamlar. Ikkinchidan, engineeringda masterim bo'lishiga qaramasdan, bakalavrdagi GPA'im 100% bo'lishiga qaramasdan, kara jadvalni haligacha yodlamaganman. Engineeringda o'qish degani bu ikkita kurs vысшая matematika, ikkita kurs matematik metodlar, dafiga kalkulus, hech qaysida kara jadvalinglar kerak bo'lmagan. Tushunishinglar uchun 8 kara 8 men uchun 80 minus 2 marta 8. Va hayotimda bunaqa bilimlar uncha kerak bo'lmagan. Shuning uchun ham boshlang'ich sinf bolamga o'qi deb aytib o'tirmayman. Единственный moment bozorga borib hisoblab bering deganimda 64 ming o'rniga 74 ming desa ishonsam kerak. Uchinchidan, blokka borib ko'p gapirish qaramasdan man super introvert odamman. Lekin qanchadir payt uyda freelansda ishlab ko'rib bildimki, odamlar bilan muloqotda bo'lish mental sog'lik uchun juda muhim narsa ekan. Bo'lmasa o'zimni depressiyaga ko'mib tashlayman, o'zimni xayollarimga ko'mib tasharkanman. Shunga bu yildan boshlab o'zimga shunaqa maqsad qo'ydimki, har oy yangi odamlar bilan tanishaman, yangi uchrashuvlarga chiqaman va shu maqsadni deb Instagramda o'zimga yoqqan qizlarni ko'rsam, direktiga yozaman tanishinglar deb. Hozircha progress uncha yo'q. Odamlar meni shunchaki qanaqadir psix deb o'ylashyapti shekilli. Yigitlar qizlarga yozishadi, "Vot qanaqa qilib tanishadi? Men ham shunaqa qilmoqchiman." Lekin o'xshamayapti. Menga хотя бы qizlardan bitta narsa kerakmi?